Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ajoyib baqlajonli salat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib sabzimizni shunaqa qirg'ich orqali chiqarib olamiz. Uzuncha qilib chiroyli qilib chiqarib beradi. Ikkita sabzini mana chiqarib oldik. Bunaqa qattiq joyini olib qo'yasizlar, ovqatga ishlatib yuborasizlar. Ozgina ustiga tuz sepib, yaxshilab aralashtirib qo'limizda ustini yopib qo'yamiz 10-15 minutga va bu yoqda ikkita baqlajonni yuvib mana shunaqa uzuncha bo'lakligi bo'lib olamiz va ozgina tuz sepib aralashtirib olamiz. Va ikkita tuxumni ustiga chaqib, menda chaqilgan bori tayyor aralashtirib olamiz. Ikkita tuxumni tovamizga ozgina yog' solamiz. Sal qizib olgandan keyin baqlajonlarimizni solib, yaxshilab qo'rib olamiz. Qizarishi kerak. Qizartirib, aralashtirib turasizlar, qo'rib olasizlar. Chiroyli qilib mana tayyor bo'ldi. Olamiz va mana barkafchamizga ikkita chesnokni qirg'ichdan chiqarib solib olamiz. Shirin qalampir ozgina solamiz, kashin churug'i ozgina solamiz va ozgina yog' solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'ladi. 5 minut stolda qoldirasizlar va baqlajonimizni ustiga solamiz. Bodring, ikkita bodring shunaqa uzuncha to'raladi bu ham. Pomidor, bitta katta pomidor to'radim. Va ustiga xohishga ko'ra ukrop, kashinchilarni yirikroq qilib to'g'raysizlar. Tuzini tabiiyligiga qarab yana qaraysizlar o'zingizlar. Yaxshilab aralashtirib olamiz va ustini strich yopib qo'yib, salofan yopib, yarim soat 1 soatga stolda qoldiramiz. Juda ham mazali salat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.